aziz shofirkorliklar ovozinglar eshilmayapti. Bilsangiz ekan, Men yigitlar, shofirkonni keliniman. Bilasizlarmi? Xabaringlar bormi? Sog' salomat bo'linglar. Konstitutsiyamizni 33 yillik munosabati bilan qishloq xo'jaligi xodimlari hosil bayrami muborak bo'lsin azizlar. Sovuqni sovuq demay kelganinglar uchun har biringizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Rahmat, katta rahmat. Omon bo'linglar. Qalbingiz issiq, mehringiz issiq. Shuning uchun bizga sovuq ta'sir qilmaydi. Omon bo'linglar. Bugun juda ham ajoyib tadbirlar respublikamiz bo'ylab, viloyatimiz bo'ylab tadbirlar o'tyapti. Har bir viloyatda, lekin shuni aytmoqchiman, Shofirkonda eng zo'r bo'lish kerak. Bo'ladimi? Sizning yordamingiz kerak, albatta. Hammangizni yaxshi ko'raman. Omon bo'linglar. Yaxshi ham borsizlar. Biz davom etamiz. Hozirgi qo'shig'imiz taxminan qaysi qo'shiq bo'lishi mumkin? Bizning sevgimiz